Assalomu alaykum. Bugungi matbuot anjumaniga tashrif buyurgan ommaviy axborot vositalari vakillari, jurnalistlar va blogerlar hamda bizni jonli efir orqali kuzatib borayotgan tomoshabinlar, matbuot anjumaniga xush kelibsiz. Sizni ko'rib turganimizdan barchamiz mamnunmiz. Matbuot anjumanimiz Markaziy bankning Telegram hamda YouTube tarmoqlari orqali, Instagram tarmoqlari orqali to'g'ridan-to'g'ri translyatsiya qilinmoqda. Eslatib o'taman. Bugun 29-aprel va biz matbuot anjumanini boshlaymiz. Bugun kun tartibidagi masala Markaziy bank boshqaruvining asosiy stavkani qayta ko'rib chiqishga boshlangan yig'ilishi hamda unda muhokama qilingan inflyatsiyaga ta'sir ko'rsatgan masalalar, jahon va mamlakatimiz iqtisodiyotidagi mavjud vaziyat tahlili haqida ma'lumot olish imkoniga ega bo'lasiz. Hozir ruxsatingiz bilan spikerlarni tanishtirib o'tsam. Markaziy bank raisi Ishmetov Timur Aminjanovich, Markaziy bank raisi o'rinbosari Achilov Nodirbek Muhammadiyevich, Markaziy bank raisi o'rinbosari Nosirov Sanjar Saladinovich. Hozir ruxsatingiz bilan so'zni Ishmetov Timur Aminjanovichga beramiz. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli matbuot anjumani ishtirokchilari. Bugun Markaziy bank boshqaruvining tayanch yig'ilishida joriy va kutilayotgan ichki hamda tashqi iqtisodiy sharoitlar, shuningdek ular asosida yangilangan makroiqtisodiy prognozlar batafsil ko'rib chiqildi. Muhokamalardan kelib chiqib, Markaziy bank boshqaruvi asosiy stavkani yillik 14% darajada saqlab qolish to'g'risida qaror qabul qildi. Ushbu qarorimiz quyidagilar bilan izohlanadi. Birinchidan, umumiy inflyatsiya va inflyatsion kutilmalarda pasayish davom etmoqda. Shu bilan birga, aholi uchun muhim bo'lgan ayrim tovarlar narxlari, boshqacha aytganda aholi uchun market tovarlar narxlari o'sishi hali yuqoriligicha qolmoqda. Ushbu narxlar barqarorlashuvi ma'lum bir vaqtni talab qilishi mumkin. 26-yil mart oyida umumiy inflyatsiya darajasi avvalgi oyga nisbatan 0,2% bandiga pasayib, yillik 7,1% ni tashkil etdi va prognoz doirasida shakllandi. Iste'mol savatining asosiy komponentlari kesimida 26-yil mart oyida oziq-ovqat tovarlari inflyatsiyasi asosiy pasaytiruvchi ahamiyatga ega bo'ldi va yillik 5,6% ni tashkil etdi. Nooziq-ovqat tovarlar inflyatsiyasi esa yillik 5,3% ni tashkil etdi. Bazaviy inflyatsiya mart oyida 0,6% bandiga sekinlashib, yillik 5,7% ga teng bo'ldi. Mart oyida umumiy inflyatsiyaning pasayishiga o'tgan yili mart oyidagi go'sht mahsulotlari narxlari o'sishining yuqori baza ta'siri tugashi xizmat qildi. Shuningdek, so'nggi oylarda xizmatlar inflyatsiyasi umumiy inflyatsiyadan balandroq bo'lsa-da, pasayish dinamikasi shakllandi. Umuman olganda, 26-yilning mart oyida iste'mol savatining 84% qismining narxlari oshishi o'tgan yilning mos davriga nisbatan past bo'ldi. Shuni qayd etish lozim, kelgusida inflyatsiyani pasayib borishini ta'minlash yanada ko'proq mashaqqatni talab etadi. Mazkur ijobiy tendensiyalar bilan bir qatorda aholi kundalik hayotida ko'p iste'mol qiladigan ijtimoiy ahamiyatga ega tovarlar narxlari yillik o'sishi umumiy inflyatsiyadan yuqori darajada qolmoqda. Jumladan go'sht mahsulotlari, yonilg'i mahsulotlari hamda ayrim qurilish mollari narxlarida o'sish saqlanib turibdi. Ushbu mahsulotlar taklifini va narxlarini barqarorlashtirish bo'yicha hukumat bilan birgalikda tegishli amaliy choralar ko'rilmoqda. Aholi va tadbirkorlarning inflyatsion kutilmalari mart oyida avvalgi oyga nisbatan biroz pasaydi, biroq ular inflyatsiyaning prognoz ko'rsatkichlaridan yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Bu esa inflyatsiyani barqaror ravishda maqsadli darajagacha pasaytirish uchun pul kredit sharoitlarini qat'iy saqlab qolish zarurligini ko'rsatadi. Yuqoridagi omillarni hisobga olib, yangilangan makroiqtisodiy prognozlarimizga ko'ra, yil yakuniga ko'ra umumiy inflyatsiya 6,5% atrofida shakllanishi kutilmoqda. Ikkinchidan, iqtisodiyotda yuqori iste'mol va investitsion faollik saqlanib qolmoqda. Ayni paytda kreditlash sur'atlarining muvozanatlashuvi pul kredit sharoitlari transmissiyasining ta'sirlarida namoyon etmoqda. Birinchi chorakda iqtisodiy o'sish sur'atlari 8,7% ni tashkil etib, prognozlardan sezilarli yuqori shakllandi. Yuqori iqtisodiy o'sish keng qamrovli va barcha sektorlarda kuzatilmoqda. Bunga xizmatlar sohasi o'sishining 16,1% gacha, sanoatning 8% gacha, qurilishning 15,5% gacha hamda qishloq xo'jaligining 5,1% gacha tezlashishi xizmat qildi. Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi yuqori sur'atlarda o'sishi iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlagan muhim omillardan bo'ldi.
Bu o'z navbatida kelgusida ichki bozorda tovar va xizmatlar taklifining ortishiga yordam beradi. Investitsiyalar o'sishi kelgusida iqtisodiyot potensialiga hamda ijobiy ta'sir ko'rsatishi davom etishi kutilmoqda. Markaziy bank hisob-kitoblariga ko'ra, iqtisodiy o'sishning potensial darajasi avvalgi yillardagi 5,5-6% dan so'nggi choraklarda 6,5-7% oshganligi baholandi. Shu bilan birga, iqtisodiy o'sish sur'atlarini barqaror yuqori darajada saqlab qolish uchun jalb qilinayotgan investitsiyalarning samaradorligiga va mehnat unumdorligiga o'tishi bilan bog'liq bo'ladi. Yuqori iqtisodiy faollik fonida yalpi talab omillari hali ham yuqori va ma'lum darajada ustunlik qilmoqda. Bu jarayon iste'mol faolligi, aholi daromadlari va pul o'tkazmalari dinamikasida, byudjet operatsiyalarida va tashqi talabda o'z aksini topdi. Shu bilan birga, yil boshidan buyon qat'iy pul kredit sharoitlari va makroprudensial choralar ta'sirida kreditlash o'sishi muvozanatli shakllandi. 26-yilning birinchi choragida tijorat banklari tomonidan iqtisodiyotga ajratilgan kreditlar hajmi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 9,1% ga oshib, 90 trillion so'mni tashkil etdi. Natijada iqtisodiyotdagi jami kredit qo'yilmalari qoldig'i 1-aprel holatiga 679 trillion so'mni tashkil etdi. Bunda milliy valyutadagi kreditlar qoldig'i 19,9% ga oshdi. Birinchi chorakda umumiy eksport hajmi 5,8 milliard dollarni tashkil etdi. Bunda oltinsiz eksport 25% ga o'sdi. Import hajmi 12,2 milliard dollarga yetdi, o'sish 31% ni tashkil etdi. Import oshishiga transport vositalari, mashina va uskunalar hamda oziq-ovqat mahsulotlari importi asosiy hissa qo'shdi. Iste'mol faolligini qo'llab-quvvatlayotgan yana bir muhim omil bu aholi daromadlari oshishi bo'lmoqda. Birinchi chorakda aholining umumiy daromadlari real hisobda 7,8% ga oshdi. Bunda aholi daromadlari o'sishiga yuqori investitsion faollik, ish haqlarining oshishi, shuningdek, xorijiy pul o'tkazmalari hajmining o'sishi asosiy drayverlar bo'lib xizmat qilmoqda. Xususan, iqtisodiyotda nominal ish haqi 17,4% ga oshishi, mamlakatimizga kirib kelgan transchegaraviy pul o'tkazmalari hajmi 3,8 milliard dollarga yetib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 13% ga oshishi xizmat qildi. Baholashlarimizga ko'ra, yuqori iqtisodiy faollik va investitsion oqimlarning jadallashuvi hisobiga ishlab chiqarish tafovuti ijobiy shakllanmoqda. Bu esa kelgusi choraklarda ham talab tomonidan inflyatsion bosim saqlanib qolishiga sabab bo'ladi. Yuqoridagi omillarni inobatga olib, yil yakunlari bo'yicha yalpi ichki mahsulot o'sishi bo'yicha prognoz 7-7,5% gacha oshirildi. Avvalgi prognozlarimiz 6,5-7% edi. Uchinchidan, tashqi iqtisodiy muhitda noaniqliklar oshib, import inflyatsiyasi va global xomashyo narxlari bo'yicha xatarlar kuchaymoqda. Tashqi iqtisodiy sharoitlar iqtisodiyot uchun turli yo'nalishlarda shakllanmoqda. Bir tomondan, asosiy savdo hamkor davlatlarda iqtisodiy barqarorlikning saqlanishi hamda jahon xomashyo tovar bozorlarida nisbatan qulay narx konjunkturasi eksportni oshirish va iqtisodiy faollikni qo'llab-quvvatlashga xizmat qilayotgan bo'lsa, boshqa tomondan, tashqi muhitda noaniqliklarning ortishi, import inflyatsiyasi va global xomashyo narxlari bo'yicha xatarlarni kuchaytirib, uzoq muddatda global investitsion va iqtisodiy faollik ta'sir ko'rsatishi hamda jahonda qat'iy moliyaviy sharoitlarning uzoqroq saqlanishi ehtimolini oshirmoqda. Joriy yilning birinchi choragida yuzaga kelgan Yaqin Sharqdagi geosiyosiy keskinliklar va Hormuz bo'g'ozining yopilishi va jahon ta'minot zanjirlarida uzilishlarni inobat yuzaga keltirib, xomashyo bozorlarida tebranuvchanlikni keskin oshirdi. Xalqaro valyuta jamg'armasining aprel oyi prognozlariga ko'ra, 26-yilda global iqtisodiy o'sish 3,1% atrofida shakllanishi kutilmoqda. Shu bilan birga, global inflyatsiya prognozlari yanvar oyidagi prognozlarga nisbatan 0,6% bandiga yuqori tomonga qayta ko'rib chiqildi. Real samarali almashuv kursi mart oyida biroz mustahkamlangan bo'lsa-da, yil boshiga nisbatan 1,16% ga qadrsizlandi. Bunga asosan dastlabki 2 oydagi milliy valyuta kursining qadrsizlanishi hamda asosiy savdo hamkor mamlakatlar valyutalarining mustahkamlanishi sabab bo'ldi. Savdo hamkorlaridagi joriy iqtisodiy tendensiyalar va kutilmalarni inobatga olib, kelgusi oylarda so'mning real almashuv kursiga
nisbatan yuqori bosimlar kuzatilmasligi kutilmoqda. To'rtinchidan, iqtisodiyotda real hisobda ijobiy foiz stavkalar aholining jamg'arishga bo'lgan moyilligini qo'llab-quvvatlashga hamda kreditlash sur'atlarining mo'tadillashuviga xizmat qilmoqda. Bank tizimida tizimli likvidlik profitsiyati sharoitida Markaziy bankning pul kredit operatsiyalari likvidlikni jalb etish orqali pul bozori foiz stavkalarini asosiy stavkaga yaqin darajada shakllantirishga qaratildi. Natijada Uzonia benchmark foiz stavkasi mart oyida o'rtacha 13,7% tashkil etib, foiz koridori doirasida shakllandi. Inflyatsiyaning darajasining pasayish sharoitida real darajadagi stavkalarning o'sishi pul kredit sharoitlarini qat'iylashtiruvchi muhim omil bo'lmoqda. Bunda nominal foizlar biroz pasayish dinamikasida namoyon etgan bo'lsa-da, real hisobda oshishi kuzatildi. 1 aprel holatiga bank tizimidagi jami depozitlar qoldig'i o'tgan yilning mos davriga nisbatan 36% ga o'sib, 325 trillion so'mni tashkil etdi. Aholining milliy valyutadagi muddatli va jamg'arma depozitlari o'tgan yilning mos davriga nisbatan 46% ga o'sdi. Bank depozitlari hajmining yuqori o'sish sur'atlari joriy yilda ham saqlanib qolishi kutilmoqda. Umuman olganda, depozitlarning ortishi birinchi navbatda barqaror iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashga, investitsion va ishlab chiqarish loyihalarini moliyalashtirishga xizmat qiladi. Pul kredit sharoitlari qat'iylik darajasi saqlab qolinishi natijasida kelgusida ham kreditlash hajmining o'sishi mo'tadil bo'lishi va depozitlarning yuqori o'sish sur'atlari davom etishi yalpi talabni muvozanatlashtiruvchi va monetar omillarning inflyatsiyaga ta'sirini kamaytiruvchi xususiyatga ega bo'ladi. Yuqorida keltirilgan omillarni hisobga olib, o'rta muddatli istiqbolda narxlar barqarorligini ta'minlash maqsadida Markaziy bank boshqaruvi asosiy stavkani o'zgarishsiz, ya'ni 14% darajasida qoldirish to'g'risida qaror qabul qildi. Markaziy bank inflyatsiya dinamikasi, inflyatsion kutilmalar, yalpi talab va tashqi xatarlarni diqqat bilan kuzatib boradi. Umumiy inflyatsiyaga oshiruvchi omillar kuchayishi va inflyatsion kutilmalarning o'sishi natijasida inflyatsiya target darajasiga erishishning kechikishi xatari yuzaga kelgan taqdirda pul kredit sharoitlarining yetarli darajada qat'iyligi ta'minlanadi. Markaziy bankning pul kredit siyosati inflyatsiyani o'rta muddatda 5% maqsadli darajagacha pasaytirish, makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va aholining xarid qobiliyatini saqlashga qaratilgan bo'lib qoladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Taqdimot uchun sizga o'z tashakkurimizni bildiramiz, Timur Aminjonovich. Barchangizga ma'lum, Markaziy bank tomonidan biz ommaviy axborot vositalari vakillari, blogerlar, jurnalistlar ishtirokida muntazam ravishda media muloqot uchrashuvlarini o'tkazib kelmoqdamiz. Masalan, kuni kecha 28 aprel kuni O'zbekiston Respublikasining to'lov balansi, xalqaro investitsiyaviy mavqei va tashqi qarzi mavzusidagi media muloqotda ishtirok etdingiz. Ko'pchiligingiz bizga doimo qaysi mavzu va savollar sizga qiziqarli bo'lsa, ayni mavzu bo'yicha biz media muloqotlar va brifinglar tashkil qilishga tayyorligimizni bildiramiz. Va jahon tajribasidan kelib chiqib, eslatib o'taman, matbuot anjumani davomida faqatgina asosiy stavka va makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga doir mavzular bo'yicha savollar berishingizni so'raymiz. Bizda oldindan ro'yxatdan o'tganlar bor, matbuot anjumanida ishtirok etish bo'yicha. Shu bois dastlab birinchi davrada bittadan jurnalist savol berishsa-da, shunda barchaga teng imkoniyat yaratgan bo'lamiz. So'ngra ikkinchi savollarga o'tsangiz bo'ladi. Marhamat, birinchilardan bo'lib Zamira Tojiyeva, Business Daily Uz gazetasi muxbiri. Assalomu alaykum. Mana yaqinda Xalqaro valyuta jamg'armasini missiyasi yakunida bir qator tavsiyalar e'lon qilindi. Missiyasi yakunida e'lon qilindi va unda bir qator tavsiyalar o'rin oldi. Jumladan davlat banklarini xususiylashtirishda shaffoflik va raqobat ustuvor bo'lishi, samarasiz banklar qat'iy reabilitatsiya qilinishi va tugatilishi lozim deyilgan. Ikkinchidan, yana bir tavsiyalardan biri shundan iboratki, imtiyozli va direktiv kreditlash dasturlarini bosqichma-bosqich qisqartirish kerakligi aytilgan. Markaziy bank mana shu tavsiyalardan kelib chiqib qanday choralarni ko'rmoqchi? Rahmat. Rahmat. Endi davlat banklarini samaradorligini oshirish va umuman
ularni kerak bo'lsa shu xususiylashtirish masalasi bu Markaziy bank uchun juda ham ahamiyati yuqori. Shu samarali banklar umuman Markaziy bank ham siyosatini kerak bo'lsa shu banklar siyosatini transmissiyasini samarasini oshirib beradigan elementlardan biri. Qolaversa umuman biznesga, aholiga sifatli va samarali demak xizmatlar ko'rsatish masalasiga ham bog'liq bo'ladi. Endi xususiylashtirish masalasida biz bevosita qatnashmaymiz. Bu banklarni aksiyadori, ya'ni hukumat bu masalalardan to'g'ridan-to'g'ri shug'ullanadi, lekin biz ham bu jarayonlarga albatta jalb qilinganmiz. Bugungi kunda bir qator davlat banklarida o'sha aktivlar sifatini yana bir baholash, misol uchun amaliyotlari ham amalga oshirilyapti. Shu Markaziy bank va tegishli ekspertlar bilan birga amalga oshiriladigan ishlar bu albatta. Endi xususiylashtirish deganda men bu xususiylashtirish uchun emas, ko'proq bank tizimida shu xususiy sektorni ulushini oshirish masalasiga qaratgan bo'lardim. Ya'ni bu yerda o'zimizning xususiy banklar ham samarali ishlab, ularni faoliyati kengayishi, shu bilan birga bozorga yuqori standartlarga ega bo'lgan yangi demak o'yinchilarni kirib kelishi. Mana o'tgan yillarda bir qator banklar kirib kelgan, xorijiy banklar, yaqinda yana bir ikkita banklar ikkitasi e'lon qildi, bizga bir kelishadi, bir bozor o'rganishadi. Shu bir samarali banklar bozorga kirib kelishiga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak menimcha. Xususiylashtirish masalasi bo'yicha endi rejalar bor, uni ko'proq menimcha Moliya vazirligi bilan gaplashsanglar to'g'riroq bo'ladi. Bu demak tugamagan jarayon. O'sha Sanoat qurilish bank bo'yicha, Aloqa bank bo'yicha, Asaka bank bo'yicha o'sha bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Endi imtiyozli kreditlar deganda bu bir necha yildan beri umuman hukumat bilan birga imtiyozli kreditlar ulushini pasaytirish siyosati amalga oshirilmoqda. O'sha o'tgan safar ham aytganman, imtiyozli kreditlar hozir yuqori stavka bozorda ham inflyatsiya, ham kredit stavkasi yuqori bo'lgan paytlarda ayrim sohalarga hukumat tomonidan shu imtiyozli yoki resurslar taqdim etiladi, yoki bor resurslarni bir kompensatsiya qilish instrumentlari ko'p, kam emas. Lekin umuman kreditlash, kredit portfelida qaraydigan bo'lsangiz, bu imtiyozli kreditlar ulushi har yili pasayib bormoqda va bu siyosat davom ettiriladi. Rahmat. Marhamat, Gazeta.uz muxbiri Bahodir Abdullayev. Assalomu alaykum. Inflyatsiyani prognozida tariflarni necha foizga oshirilishi nazarda tutilgandi va qaysi oydan inflyatsiya darajasidan kelib chiqib 10%gacha tariflarni oshishi masalasi har yili nazarda tutilgandi. Shu prognozga qanaqa shaklda kiritilgan? Rahmat. Inflyatsiya prognozlarida davlat tomonidan tartibga solinadigan tariflar hammasi inobatga olinadi. Albatta biz hukumat bilan doimiy muloqotdamiz va shu prognoz shakllantirganda shu energiya tariflari, kommunal to'lovlarni rejalashtirilayotgan o'sish albatta inobatga olinadi. Raqamlarni e'lon qilganmi? Tarif indeksatsiyasi endi faqat yil boshida o'sha e'lon qilingan 10%gacha indeksatsiyani inobatga olganmiz, lekin hali aniq raqamlar e'lon qilinmadi. Rahmat. Rahmat. Spot.uz muxbiri Ismoil Xo'jayev, Shahriyor. Assalomu alaykum, Ismoil Xo'jayev, Shahriyor. Spot.uzdan birinchi savolim an'anaviy bo'ladi. Yaqinda foiz asosiy stavkani oshirish haqida gapirishga hali erta degansiz. AQShda bo'lganingizda intervyuda bugungi yig'ilishda qanaqa variantlar ko'rib chiqilgan, faqat saqlab qolishmi yoki oshirish varianti ham kun tartibida bo'lganmi? Shundan ham ikkinchi savol, Markaziy bank qanday holatlarda asosiy stavkani pasaytirish yoki oshirish mumkin? Rahmat. Rahmat. Endi bugungi kunda faqat bitta masala ko'rilgan, variant bitta bo'lgan saqlab qolish. Endi o'sha yuqorida ma'ruza etganimdek, inflyatsiyani ham umumiy inflyatsiya, baza inflyatsiyani pasayishi davom etmoqda. Bu ijobiy holat, lekin shu bilan birga pasayish demak tendensiyasi sekinlashgani, lekin ayrim mahsulotlar bo'yicha pasayish yuzaga kelmaganligi, ayniqsa
aholi uchun muhim bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlarida haligacha ham narx o'sishi inflyatsiyadan yuqoriroq darajada shakllanayotganligi hisobiga biz buni hali demak hozirgi qat'iy pul kredit siyosatini davom ettirishga qaror qabul qilganmiz. Rahmat. Ya'ni davom ettiradigan bo'lsak, bu nima ma'noda aytyapmanki, savol bo'lishi mumkin, inflyatsiya mana 7,1%, haligacha stavka yuqori, ya'ni ko'proq pasayishga demak sharoit kelmadimi degan savolga ko'proq javob beryapman. Albatta ijobiy tendensiyani ko'ryapmiz, lekin sal shu sekinlashish, ya'ni ijobiy tendensiyalarimiz sal sekinlashganligi va o'sha yuqorida aytgan tashqi xatarlar borligini inobatga olib, biz demak saqlab qolishga qaror qabul qildik. Rahmat. Vadim Yerzikov, Kursiv.uz muxbiri. Assalomu alaykum. Mani savolim, siz bugun press-relizda qat'iy pul kredit sharoitlarini saqlash zarurligini ta'kidlagan edingiz. Biroq amaliyotda depozit stavkalarining ayniqsa yuridik shaxslar bo'yicha pasayishi kuzatilmoqda. Ya'ni banklar uchun resurslar qiymati arzonlashmoqda. Bu holat joriy asosiy stavka signali transmissiya mexanizmidan qisman zaiflashayotganini anglatmaydimi va bunday sharoitda asosiy stavka talabini va inflyatsiyani jilovlash uchun qanchalik yetarli instrument bo'lib qolmoqda? Rahmat. Yo'q, qo'shilmayman endi bu fikringizga. Haqiqatan ham depozit stavkalar, nominal stavkalar pasayib bormoqda, lekin biz asosan inflyatsion kutilmalar va o'sha depozit va kredit stavkalar orasidagi farqqa, ya'ni o'sha real depozit, real kredit stavkalariga qaraymiz. Shuning uchun nominal stavkada tushgan bo'lsa ham, lekin inflyatsion kutilmalar tushganligi uchun real hisobda ham depozit, ham kredit stavkalari yetarli darajada yuqori va ular shu bank pul kredit siyosatini hanuzgacha ham qat'iyligini saqlanib qo'yayotganligini ko'rsatadi. Biz uni yanglishmasam e'lon qilishni ham boshlaganmiz. Nafaqat nominal foiz stavkalar, balki o'sha inflyatsion kutilmalar va depozitlar orasidagi farqini o'shanga agar e'tibor qaratgan bo'lsanglar, hozirda shu nominal stavkalar depozitlar bo'yicha tushgan bo'lsa ham, real hisobda ular oshgan. Demak, umuman sharoit qat'iylashgan. Shuning uchun ham stavkani demak o'zgartirishga ham Markaziy bank stavkasini o'zgartirmasdan ham, lekin demak pul kredit sharoiti qat'iylashganligini ko'rsa bo'ladi. Rahmat. Rahmat javoblar uchun. Umaraliyev Islombek, Daryo.uz muxbiri. Marhamat. Assalomu alaykum. Avvalo rahmat matbuot anjumani tashkil qilingani uchun. Meni savolim ham shu Bahodirnikina davomi desak bo'ladi. Men Temur Aminjonovich aytib o'tdingiz o'zingiz 26-yilda 6,5% pasayish kutilyapti inflyatsiya. Umuman energiya tariflar o'zi oshirilish-oshirilmasligi aniqmi? 2 kun qoldi, hali e'lon qilinmadi bu masalada. Hukumat avvalgi o'sha tariflar bo'yicha qarorida har 3 yil saqlanib qoladi narxlarni belgilagandi. Keyin o'tgan yilgi qarorida endi har yili 1-maydan oshiriladi deb belgiladi. Misol uchun bu ham baribir 3 yil bilan 1 yilda farqi bor. Prognozlarga ta'sir qiladimi? Umuman keyin yaqin sharqdagi vaziyat ham aytib o'tildi. Yomon ssenariyda qanaqa bo'lishi mumkin? Inflyatsiya, umuman shu asosiysi energiya tariflari ta'siri qanaqa bo'lishi kutilyapti? Aniqroq javob bo'lsa yaxshi bo'lardi. Rahmat. Endi energiya tariflarini o'zgarishi o'sha men savolga javob berdim. Prognozlarda o'z aksini topgan. Ya'ni o'sha 10% ga oshishi reja e'lon qilingan. Biz albatta uni o'z prognozlarimizda aks ettirganmiz. Endi qachon oshirmasligini menimcha savolga javob men emas, hamkasblar bergan to'g'riroq bo'ladi. Tashqi faktorlar bo'yicha buni ham ma'ruzanda aytdim. O'zgarishlar sezilyapti. Mana o'sha xalqaro valyuta jamg'armasi ham bir tomondan o'sha global iqtisodiy o'sishni ham qayta ko'rib chiqib sal pasaytirdi. Inflyatsiyani sal yangi prognozlar bo'yicha umuman global inflyatsiyani 0,6% gacha oshishini prognoz qildi. Bu eng hozir bugungi holatiga demak o'sha bir mo'tadil ssenariy davomida, lekin albatta xatarli, o'ta yuqori xatarli ham ssenariylar ham bor. Bu asosan neft narxiga bog'liq bo'ladi. Ular qaysi demak trendda ketishi birinchidan va ikkinchidan qanchalik uzoq davom etishiga bog'liq bo'ladi. Uni endi hozirdan prognoz qilish bilamiz juda ham o'ta qiyin. Shuning uchun ham
biz bu holatni diqqat bilan monitoring qilib borishimiz va demak xatarlar yana ko'paysa, bu global inflyatsiyani o'sishi bizga ham ta'sir o'tishi boshlansa, kutilmaganda o'sishi boshlansa, biz demak pul kredit siyosatimizni demak qat'iyligini saqlab qolish bo'yicha aniq chora ko'rishimizga to'g'ri keladi. Rahmat. Rahmat. Kunuz muxbiri Doston Ahrorov. Assalomu alaykum. Valyuta bozorida taklif barqarorligi bevosita oltin narxining yuqori darajada saqlanib qolishi bilan chambarchas bog'liq. Agar yaqin oylarda jahon bozorida oltin narxi keskin korreksiyaga uchrab pastlasa, Markaziy bankda so'mning qadrsizlanish va bu orqali keladigan import inflyatsiyasini ushlab qolish uchun zaxira rejalari bormi? Adashmasam, Markaziy bank kutilmalarida oltin narxi yil davomida 4,5–5 ming dollar atrofida shakllanishi prognoz qilingan. Agar masalan 4 ming dollarga tushsa yoki 3,800 dollargacha pastlasa, bu import inflyatsiyasi qanday ta'sir qilishi mumkin? Rahmat. Rahmat. Endi oltin narxi ta'siri albatta kichik emas, umuman biz iqtisodiyotga, budjetga, valyuta tushumlariga, lekin to'g'ridan to'g'ri inflyatsiyaga faqatgina oltinni ma'lum bir narx bilan bog'lash menimcha noto'g'ri bo'ladi. Ko'proq shu oltin narxi o'zgarishi hisobiga o'sha pul potoklarini qo'shimcha demak tushumlarni ishlatish bilan bog'liq bo'ladi. Biz endi mana valyuta siyosatida aniq qat'iy pozitsiyamiz bu kursni erkin suzib yurishini ta'minlash. O'tgan yilni ham mana ko'rdinglar, valyuta kursi mana qadri oshdi, shu valyuta tushumlari ko'proq bo'lganligi uchun bu yil 1–2 oyda sal qadrsizlandi, mart oyida yana tiklandi. Menimcha yil boshiga nisbatan deyarli shu 0% darajaga keldi o'zgarish. Mana 4 oylik demak kursi o'zgarishi o'sha 0% darajada qadrsizlanishi. Ya'ni nima bo'lgan taqdirda ham biz kursga qanaqadir bir sun'iy ta'sir o'tkazish yo'li tarafdori emasmiz. Erkin suzib yurishini qo'yib boramiz. Bu aynan hozirgi noaniqliklar paytida shu erkin kurs bizga ko'proq yordam beradigan instrument bo'ladi deb hisoblaymiz. Endi oltin narxini o'zgarishi ta'siri bo'ladi. Birinchi navbatda biz oltin ishlab chiqaruvchilardan oltinni aynan jahon bozor narxi bo'yicha sotib olamiz. Milliy valyutada hisob-kitob qilamiz. Jahon bozori demak shu joriy valyuta almashuv kursiga qarab, shuning uchun ham u ishlab chiqaruvchilarda qo'shimcha daromad bo'ladi. Kursi balandroq bo'lsa, budjetga ko'proq soliqlar tushadi. Biz esa biz o'zimizni demak valyuta bozorida ishtirokimiz aynan shu oltinni sotib olgan miqdorga yaqinroq miqdor bilan bozorda shakllantiramiz. Ya'ni undan ortig'i bilan demak valyutani bir taklifini oshirish, pasaytirish hisobiga bir kursga sun'iy ta'sir qilish siyosatimiz yo'q va bo'lmaydi ham. Rahmat. Rahmat. Ishonch.uz muxbiri. Qo'shimchalar bor ekan. Assalomu alaykum. Yaqin Sharqdagi voqealar yoqilg'i narxlari va logistikaga qanday ta'sir qilmoqda? Bu omillar O'zbekistonga oziq-ovqat narxlariga qaysi yo'nalishlar orqali o'tmoqda? Albatta ta'sir qilmoqda. Yuqoridagi mavzuda ham ta'kidladim. Endi to'g'ridan to'g'ri bizni o'sha davlatlar bilan birga savdolarimiz katta bo'lmasa ham, lekin boshqa hamkor davlatlar bilan bo'lgan savdo dagi tovarlar demak yo'nalishi aynan shu davlatlardan o'tib o'tadi. Shuning uchun buni ta'siri to'g'ridan to'g'ri o'sha logistika va transport xarajatlarining oshishi pirovard maqsadida o'sha tovarlarni oshishiga ham ta'sir qilishi mumkin. Lekin eng yomon tomoni bu narxiga emas, balki umuman o'sha tovarlarning yetib kelishi. Chunki o'sha alternativ yo'llarni hali topish kerak, uzoqroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham bu to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi. Biz bu sharoitda bu masalani hukumat bilan birga ko'rib chiqib, bularning yumshatishi bo'yicha demak masalalar doim ko'rib chiqilib amaliyotga kiritilyapti. Mana misol uchun o'sha go'sht mahsulotlarini yetkazib berish uchun alternativ yo'nalish sifatida o'sha aviatransportdan foydalansa, hukumat o'sha aviatransport xarajatlarini bir qismini qoplab berish ham budjet hisobidan demak amaliyotni qo'llashni boshladi.
Shunga o'xshagan masalalarni shu bir har bitta kerakli mahsulot bo'yicha har doimgi bir monitoring qilib, hukumat tomonidan bir aniq targetlangan ma'lum bir mahsulot uchun ma'lum bir vaqtinchalik cheklangan davr uchun yordam berish, ko'rsatish masalalari doim ko'rib chiqiladi. Rahmat. Mayli, qo'shimcha savolim bor edi. Boya yuqorida aytib o'tdingiz, energiya tariflari 10% ga oshiriladi dedingiz. Xabarimiz Degani yo'q. Kechirib qo'yasiz. Ah, Energiya tariflari 10% ga oshiriladi deb hukumat rejalashtirilgan. Shu rejalarni biz inflyatsiya prognoziga inobatga oshganmiz. Lekin necha foizga va qachon oshishini men aytganim yo'q. Uni hukumat o'zi e'lon qiladi. Ehtiyot bo'ling. Rahmat. Shuhrat Latipov, gazeta O'z muxbiri. Marhamat. Assalomu alaykum. Yaqindagi intervyuda siz bizda hozirgi asosiy masala inflyatsiyadan ko'ra valyuta almashuv kursining erkinligini saqlab qolish deb aytganingiz. Shuni batafsilroq tushuntirib bera olasizmi? Bu strategiya qachondan, bu prioritetlar qachon o'zgardi va kursni erkinligini oshirish uchun yana qanday rejalar bor? Rahmat. Endi aniqlik kiritib ketaylik yoki sal noaniq gapirganman, noaniq tushuncha bo'lgan. Bu prioritet o'zgargani yo'q. Ya'ni inflyatsiyani shu target darajaga shu narxlar barqarorligini saqlash asosiy maqsadimiz bo'lib qoladi. Men o'sha endi kontekstdan sal boshqacha tuyulgandirdiki, o'sha tashqi faktorlar omil hisobiga, mana o'sha tillar narxi o'zgarishi, neftlarning o'zgarishi, o'sha logistikadagi muammolar hisobiga men o'sha diqqatni jalb qilmoqchi edimki, shuni hisobiga demak tovarlar aylanmasi o'zgarishiga, valyuta patoklarining o'zgarishi kursga ham ta'sir etishi mumkin. Demak, biz nafaqat inflyatsiya, bu tomonlarni ham inobatga olishimiz kerak. Kurs o'zgarishi esa albatta o'z navbatida yana o'sha inflyatsiya ta'sir qiladi import qilinayotgan tovarlarga. Shunday bo'lsa ham biz demak valyuta almashuv kursini erkin suzib yuruvchi mexanizmini saqlab qolishimizni, demak qat'iy pozitsiyada turishimiz kerakligini ta'kidlagan. To'g'ri bersam, shu bilan birga bu o'sha tashqi bir shoklarni bir sal yumshatishi imkoniyatini beradi va inflyatsiya bo'yicha aytganimdek ko'proq biz shu ma'lum bir qator oziq-ovqat mahsulotlarini shu import qismini yetkazish bo'yicha hukumat bilan birga yuqorida aytilgan masala bo'yicha ishlasak, ikkinchi tomondan o'zimizda shu mahsulotlarni yetishtirish va ishlab chiqarishga ko'proq urg'u berishimiz kerak. Ya'ni bundan buyog'iga baribir tashqi omillar yuzaga keldi, davom etadi. Uzoqroq bo'lishi mumkin, ta'siri kamroq bo'lishi mumkin, lekin biz baribir o'sha iste'mol savatidagi tovarlarni yetarlicha katta qismi o'zimizda yetishtiriladi, ishlab chiqariladi. Shuning uchun biz taklif omili sifatida ularni ichki bozorda kengaytirish bo'yicha ishlashimiz kerak. Rahmat. Rahmat. Marhamat, O'zbekiston ovozi gazetasi muxbiri Toshtemir Xudoqulov. Assalomu alaykum. Yana bir marta hamkasblarimiz savollar berishdi. Menda shunday savol bor edi. Jahondagi vaziyat, geosiyosiy, Hormuz bo'g'ozlarida yopilishi, Yaqin Sharqdagi voqealar bilan bog'lab turib, hozir ma'lumotlar berdingiz. Eng yomon ssenariyga ham tayyormiz dedingiz. Endi shuni ichida men butun dunyo davlatlari harakat qilinyapti yaxshi tomonga o'zgartirishga. Nima demoqchiman? O'sha geosiyosiy vaziyatlar yaxshi tomonga o'zgarishi bo'yicha ham sizlar prognozni ko'rib chiqqanmisizlar? Nima demoqchiman? O'sha asosiy stavkalar hech 14%dan bir marta 13,5 ga tushmagan bo'lsa, pandemiyadan beri ketma-ket dunyodagi geosiyosiy voqealar, bo'layotgan shiddatli o'zgarishlar hisobga olgan holda umuman pasaymayapti-da. Endi o'zimizda ham yoz yaqin, to'g'ri, boya o'zingiz oziq-ovqat mahsulotlari dedingiz. Endi Xudoga shukr, jannat makon yurtda yashaymiz, tur faslimiz ham yaxshi. Yozga yaqinlashgan sarimiz oziq-ovqat mahsulotlarining narxi ham tushishni boshlaydi. Shunalarni ham hisobga olganmisizlar? Sizlar faqat eng yomon deb turib gapirilyapti-da. Endi yaxshi tomoni ham bo'lishi mumkin-ku, agar nimadir bo'lib turib yaxshi tomonga o'zgarib qolinsa nima bo'ladi? Rahmat. Rahmat. Juda ham to'g'ri savolingiz. Faqat o'sha salbiy ssenariy emas, ijobiy ssenariy ham
hisob-kitob qilingan. Mana bugun ham ko'rganda ham o'sha xatarli ssenariy, o'ta xatarli ssenariy, lekin shu bilan birga ijobiy ssenariy asosida ham hisob-kitoblar ko'rib chiqilgan. O'sha ijobiy ssenariyda agar bu geosiyosiy keskin vaziyat demak tezroq masalasi ijobiy hal bo'lib, birinchi navbatda o'sha neft narxiga ta'sir qilib, neft narxi tushadigan bo'lsa, buni ijobiy ta'siri bor. Biz birinchi navbatda o'sha inflyatsiyani bu yilga mo'ljallangan targetimiz o'sha 6,5%, keyingi yilga 5%ga erishishga demak yaxshi zamin yaratib beradi. Xatarli ssenariylarda albatta bu qo'shimcha bosim yaratadi va biz qo'shimcha chora ko'rishimizga to'g'ri kelishi mumkin. Va aytganimdek, o'sha amaliy choralar hukumat bilan birga ko'rilishi boshlangan. Endi stavka bo'yicha keladigan bo'lsak, to'g'ri aytyapsiz, bir qanaqadir nominal miqdorda katta o'zgarish ko'rilmayapti, lekin mana hozir hamkasblar shunga o'xshash shu depozit stavkalarga bog'liq masalani ko'targandek, biz stavkani umuman faqat stavkani o'zi emas, umuman pul kredit siyosatini qat'iylik darajasini ko'rib boramiz. Va qat'iylik darajasini shu nominal stavkani o'zgartirmasdan ham o'zgartirish mumkinligini va uni o'zgarayotganligini ko'rib turibmiz. Birinchisi bu o'sha inflyatsion kutilmalar. Ya'ni bizda inflyatsiya o'sha 7%dan sal balandroq 7% atrofidagi darajaga pasaygan, bu ham ijobiy, bir raqamli inflyatsiyaga tushib oldik. Lekin inflyatsion kutilmalar afsuski hanuzgacha baland, 11% atrofida. Lekin shu 11% kutilmalar ham avvalgi 15-16% dan pasaygan. Shuning uchun odamlar o'z qarorini qabul qilganda biz e'lon qilgan o'sha iste'mol narxlari indeksini o'rtacha indeksi bo'yicha emas, o'zlarini kutilmalari, o'zlari sezilgan inflyatsiya bo'yicha qaror qabul qiladi. Shuning uchun bu ko'rsatkich bizga muhim va biz shu bozordagi foiz, nominal foiz, depozit va kreditlarning nominal foiz stavkalarini shu inflyatsion kutilmalar orasidagi farqini ko'ramiz. Shuni hisobiga ham siz monetar delik pul kredit Markaziy bank stavkasini oshirmasdan ham oxirgi davrlarda pul kredit siyosatini yetarli darajada qat'iyligini saqlanib qolgan. Endi stavkanidan tashqari, misol uchun o'sha valyuta kursi ham sezilarli o'zgarishlar ko'rsatgan. O'sha yuqorida aytilgan inflyatsion kutilmalarga ijobiy ta'sir qilgan masalalar o'tgan yildagi shu valyuta kursini tebranishligi oshishi va valyuta so'mmi qadri oshishi hisobiga inflyatsion kutilmalarning shakllanishida demak almashuv kursini demak ta'sirini keskin pasaytirdi. Avvalgi o'sha kuzatuvlarda ko'rsatgan bo'lsanglar, odamlardan va biznesdan inflyatsion kutilmalarni sabablarini o'rganganda shu birinchi o'rinlarda almashuv kursi bo'lardi. Hozir o'sha eng oxirgi o'rinlarga, hozir birinchi o'rinda shu energiya demak narxi va kommunal tovarlar saqlanib qolgan. Shuning uchun ham ya'ni aytmoqchimanki, bitta kurs stavkani o'zi bilan belgilanmaydi. Qat'iylik darajasi, boshqa bir qator omillar bor. Biz stavkani biz o'sha qat'iylik darajasiga ko'proq e'tibor qaratamiz. Rahmat. Rahmat. Hurmatli jurnalistlar, endi kimda qo'shimcha savollar bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Daryo o'z muxbiri. Oltin masalasida savol bermoqchi edim. Adashmasam, ikkita chorak sotilmadi, eksport qilinmadi oltin. Umuman birinchi chorakda ham yanvar-fevral oylarida eksport qilinmagani aytildi. Hozir import inflyatsiyasi oshish xatari borligi haqida ham aytib o'tdingiz. Umuman umumiy nimada o'sha tashqi savdo taqchilligi qisqaradi-yu bunda. Masalan, eksport kam, import ko'p. Hozir masalan 3 oy davomida oltin eksport qilmagani iqtisodiyotga qanaqa ta'sir qildi? Shuni ham tahlil qilindimi? Ta'sir qildi? Iqtisodiyotga-da. Xo'p, rahmat. Endi faqatdan ham o'sha yilni o'sha birinchi choragida eksport qilinmadi. Endi biz eksportni mana yuqoridagi mavzuda ham men ta'kidlab o'tganman, aynan oltinsiz eksport 25% ga oshdi degani. Biz tahlillarda umumiy eksport emas, ko'proq bizga aynan oltinsiz eksportni tahlil qilishimiz kerak, chunki o'sha oltinni faqatdan ham buni eksporti juda ham katta bir statistikaga bir ta'sir ko'rsatishi mumkin. Mana birinchi chorak o'zida demak o'sha joriy operatsiyalar bo'yicha balans taqchilligini go'yoki salbiy, manfiy
nimasini darajasini kattaroq deb ko'rsatishi mumkin, lekin biz ko'proq o'sha oltinsizga qarashimiz kerak. Unaqa bir qanaqadir to'g'ridan to'g'ri bir salbiy ta'siri yo'q. Biz oltinni ishlab chiqaruvchilardan sotib olganda u bizni zaxiraga kirib bo'lgan bo'ladi. Biz uni eksportga oshirishimiz, eksport qilishimiz shunchaki bizda demak oltin valyuta zaxiralarida oltin qismini kamayib, valyuta qismini shu miqdorga oshishiga olib keladi. Ya'ni zaxiralarimizni strukturasini o'zgarishini ta'sir qiladi. Bizga demak o'sha valyuta mablag'larini likvidlik nuqtai nazaridan likvidlikni oshirib beradi. Shuning uchun biz oltinni eksport qilganda bir statistika ko'rsatkichlar uchun emas, shu jumladan tashqi savdo balansi uchun qilmaymiz eksportni. Biz o'zimizni shu strategiyamiz bor, shu strategiya doirasida o'zimizga kerakli likvidlikni ta'minlagan holda likvidlik darajasini shu bilan birga imkon qadar bozordagi ijobiy paytlarda sotishga harakat qilamiz. Yil yakuni bo'yicha endi bizni prognozlarimiz bo'yicha o'sha eksport prognozida o'sha oltin eksport prognozi ham bor. O'sha prognoz qilingan miqdorda eksport qilinadi. Rahmat. Marhamat, Bahodir Abdullayev, gazeta O'z muxbiri. Biznesni kutilmalari bo'yicha boyagi mavzuda ozgina to'ldiruvchi savol bermoqchi edim. Kurs bo'yicha target yo'q, boya aytganingizdek, lekin tebranish koridori bor. Shu koridor bo'yicha biznesni kutilmalari qanaqa bo'lishi kerak va yaqindan boshlab kengaygan koridor hozirgi paytda Markaziy banki qoniqtiryaptimi yoki uzoq muddatda qanaqa rejalar bor shu volatillik bo'yicha? Endi birinchisi o'sha yana bir marta ta'kidlayman, biz valyuta almashuv kursini erkin bo'lishi tarafdori biz. Biz uni o'sha erkin suzib yuruvchi valyuta kursi deb e'lon qilganmiz. Unga rioya qilishimiz kerak. Bu eng to'g'ri siyosat deb hisoblaymiz. Bu valyuta kursiga bir sun'iy aralashuv hech qachon yaxshilikka olib kelmagan. O'zimizning ham tajribamiz bo'lgan avvalgi yillarda hammamiz bilamiz. Endi valyuta kursini siyosati biz demak o'sha qisqa muddatda, ya'ni kunlik savdolarda u albatta erkin bo'lishi, tebranuvchanligiga erkinlik yaratib berish, lekin uzoq muddatda uni barqarorligini saqlash asosiy siyosatimiz bo'lishi kerak. Endi bu degani biz texnik jihatdan kunlik savdolarda unga aralashmasdan erkin bozorga o'ziga shakllantirishga qo'yib bersak, barqarorligi bu umumiy makroiqtisodiy siyosat, ya'ni Markaziy bank valyuta demak savdolaridagi operatsiyalar orqali emas, umuman makroiqtisodiy siyosat, shu investitsiya uchun kirib kelishiga sharoit yaratish, eksportni qo'llab-quvvatlash, umuman demak iqtisodiyotga valyuta oqimlarini doimiy kelishini ta'minlash bo'yicha bir keng qamrovli bir katta siyosat orqali shu kurs barqarorligini ta'minlashimiz kerak. Shuning uchun bu yerda biz qanaqadir Markaziy bank uchun qaysidir koridor nima deydi, to'g'ri noto'g'ri degan savolga javob berish noto'g'ri bo'ladi. Biz bu masalada bozor ishtirokchilarini ham, o'sha tijorat bankdagi o'sha g'aznachilik o'sha komandalarim bilan doimiy muloqotdamiz. Mana o'tgan yildan bozordagi o'zgarishlar hisobiga ham banklarda ham demak savdo qatnashishi demak siyosatlari o'zgartirishga majbur bo'lishgan. Chunki o'zlari hisob-kitob qilmasdan ko'proq valyuta olaman yoki ko'proq valyuta sotaman desa, o'sha kursga ta'sir qilishi mumkinligini, o'ziga ham shu zarar keltirishi mumkinligini bilib turib, ular ham o'zini siyosatlarini qayta ko'rib chiqishga va bu yerda biz ular bilan birga demak shu yo'nalishda qanaqadir ko'nikmalarni, bilimini oshirish bo'yicha bir qator partnyorlar bilan, xorijiy moliyaviy tashkilotlar bilan ular uchun bir qator o'qishni tashkil qilganmiz, doimiy ketyapti. Shu masalada ikkinchi demak rejamizda ikkinchi qadamimiz bo'ladi. Bu yerda demak valyuta savdolaridagi qilinayotgan demak operatsiyalarni bir shaffofligini, ma'lumotlarni demak ko'paytirish bo'yicha rejalarimiz bor. Bu bo'yicha ham ishlaymiz. Ya'ni ko'proq bu o'sha bozor ishtirokchilari uchun birinchi navbatda banklar,
kerak bo'lsa o'sha banklardan yirik miqdorda xorijiy valyuta sotib oluvchi yoki sotuvchi katta mijozlar uchun sal tushunchasini bir oshirish uchun bu yerda ham biz nima deydi kommunikatsiya siyosatimizni takomillashtirish bo'yicha rejalar bor bu yilga. Bu bo'yicha alohida gaplashamiz nasib qilsa. Rahmat. Marhamat, Kurtiv.uz muxbiri Vadim Yerzikov. Qo'shimcha savolim ajratilgan kreditlar dinamikasi bo'yicha men e'tibor berdim. Joriy yilda o'sish 9,1% tashkil etgan. O'tgan yilda esa 53,7%. Demak, o'tgan yil juda keskin o'sish bo'lgan. Bu yilda biz shuni sekinlashishni ko'ryapmiz. Va bu o'sish 9,1% bu yuridik shaxslar hisobiga bo'lgan. Jismoniy shaxslarda esa biz manfiy dinamikasini ko'ryapmiz. Bunday sekinlashishda xavf ko'rmayaptimi Markaziy bank? Qanday o'sishni siz normal deb hisoblayapsiz? Nima uchun o'tgan yil keskin o'sish, bu yilda esa pasayish bo'ldi? Masalan, jismoniy shaxslar bo'yicha Markaziy bankning xulosalari qanday bu bo'yicha? Va yana 1-apreldan boshlab hammamiz bilamiz, ba'zi to'lovlar naqdsiz shaklga o'tkazildi. Balki Markaziy bank ham tahlil qildi. Bu qandaydir ta'sir qildimi iqtisodiyotga? Bir oy bo'ldi. Balki qandaydir sohalarda sekinlashish kuzatilmoqda. Sizni xulosalaringiz qanday? Rahmat. Endi birinchisi kredit o'sish darajasi bo'yicha uni bir ma'lum bir o'sishi yaxshi yoki yomon ko'rsatkichi yo'q. Uni joriy demak sharoit va pul kredit siyosatini joriy holati va bizni demak yuritayotgan siyosatimizga bog'liq bo'ladi. Ya'ni biz hozirgi paytda biz inflyatsiyani pasaytirish uchun demak qat'iy pul kredit siyosatini yurityapmiz. Lekin payt kelib o'sha qat'iylik darajasini pasaytirish kerak bo'lsa ayrim paytlarda teskari shu demak yumshoqroq siyosat yurishga to'g'ri keladi. Va bu deganiki umuman shu Markaziy bank bank tizimidagi iqtisodiyotdagi likvidlik darajasini boshqarishga e'tibor qaratadi. Shu yuqorida aytgandek, mana o'tgan yildan boshlab va bu yil umuman strukturaviy likvidlikda strukturaviy profitsit bor. Ya'ni juda ham katta likvidlik. Bu albatta inflyatsiyaga ham o'zini bosimini ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun ham biz o'sha likvidlikni pasaytirish bo'yicha operatsiyalarni o'tkazamiz va bu yerda o'sha mana ma'ruza aytgandek shu qat'iylik darajasi yetarli darajada yuqori bo'lganligi uchun ham bir tomondan depozitlarni osishiga olib keldi, chunki real miqdorda katta foiz stavkalar haligacha bo'lganligi uchun depozitlarda bizda mana depozitlar o'sha aytgandek o'tgan yilga nisbatan 40% ga oshdi. O'tgan yil ham oshgan edi. Lekin o'z navbatida bu yuqori kredit stavkalar demak kredit o'sishini ham muvozanatlashtiradi. Shu yuqori bo'lganligi uchun ham demak o'sish darajasi hozirgi darajada. Endi ichida strukturasini qaraydigan bo'lsak, haqiqatan mana bu birinchi chorakda yuridik shaxslar bo'yicha kreditlashda o'sish, lekin jismoniy shaxslarda o'sish yo'q. 0 ga yaqin, sal 1-2% pastroq kamaygan ham. Bu yerda biz o'sha o'tgan yildan boshlangan o'sha makroprudensial choralarni ko'rishimizning natijasi biz e'lon qilganmiz. Bizni shu aholi o'rtasida qarz yukini oshib ketishi masalasi bir jiddiy va xavfli deb hisoblaymiz. Shuning uchun ham biz bir qator me'yorlar kiritganmizki, banklar o'sha aholiga kredit ajratganda aynan shuni haqiqatan ham qarz yuki darajasini inobatga olishi. Ya'niki qarz yuki ma'lum bir miqdordan oshgandan keyin uni kredit bermaydi. Shuning natijasida ham shu strukturada o'zgarishlar bo'lgan. Yirik qarzdorlar bo'yicha ham bir qator me'yorlar kiritilgan. Hukumat qarori chiqqan bilasizlar. Demak, tizimli ahamiyatga molik bo'lgan qarzdor degan tushunchalar kiritilgan. Ya'ni o'ta yirik qarzdorlarga qo'shimcha me'yorlar kiritiladi. Shu barcha kiritilayotgan makroprudensial me'yorlar bu shu sohada ma'lum bir xatarlarni ko'payishini ko'rgan paytimizda ular xatarlarni
kamaytirishga qaratilgan choralar o'z navbatida demak kredit portfelini strukturasiga albatta o'zgarishini ta'sir qilmay qolmaydi. Rahmat. Endi naqdsiz pul bo'yicha qisqa javobi siz ta'sir nuqtai nazaridan biz qanaqadir bir salbiy ta'sir ko'rganimiz yo'q. O'sha statistikalarni ham e'lon qilib boryapmiz. O'sha naqd pulsiz hisob-kitoblarda ko'rgan bo'lsanglar, 90% dan yuqori hisob-kitoblar shu avvalgi o'zi odamlardagi bor karta orqali amalga oshirilyapti. Yoki o'sha QR kodlar orqali amalga oshirilayotgan bo'lsa, u ham demakki o'zining eski kartasiga bog'langan. Ya'ni 92-93% odamlar o'zi shundoq ham oldindan ham o'sha bor kartalar orqali to'lovlarni amalga oshiryapti. Va o'sha yangi kartalarga o'tgan shu 1-4-5% odamlar yangi kartalar orqali amalga oshirilyapti. Statistikani ko'rgan bo'lsanglar, kuniga 950 ming 1 millionga yaqin odam o'sha yoqilg'i shoxobchalari orqali amaliyotlar o'tkazadi. 1 millionga 950 ming 1 million. Shundan bir kamida o'sha 900 ming 920 mingni demak umuman qanaqadir bir o'zgarish sezgani yo'q. Endi ish nimaga olib borayotganingizni tushuntiribman. Bir qator o'sha qanaqadir muammolar nimadir bo'lishi mumkin, lekin bir o'sha kunlik 1 million xizmat ko'rsatuvchi odamlarning ichida demak biz qanaqadir bir shu paytgacha siz aytayotgan bir qanaqadir salbiy ta'sirini ko'rsatmadik. Bitta o'sha faqat salbiy ta'siri shu odamlarga ayrim odamlarga shu bir noqulaylik tug'dirish maqsadida biz bu yerda o'sha infrastrukturani takomillashtirish bo'yicha ishni o'sha amalga oshiryapmiz va uni davom ettiramiz. Rahmat. Rahmat. Bizda matbuot anjumani yakunlash uchun kam vaqt qoldi, 5 daqiqa deyarli. Agar qo'shimchalar bo'lsa, marhamat, Markaziy bank raisi o'rinbosarlarida aytishlari mumkin. Qo'shimcha savol bor ekan. Bersa bo'ladimi qo'shimcha savol? Assalomu alaykum. Ya'ni savolim ham P2P o'tkazmalar haqida bo'ladi. Mana yaqinda prezident raisligida yig'ilishda yashirin iqtisodni qisqartirish uchun P2P tranzaksiyalarni keng hamda monitoring qilish olinganda, e'lon qilinganda shunaqa choralar mana martda ham biz ko'rgan edik. P2P o'tkazmani maqsadini ham ko'rsatish ham yangilik ham keng muhokama qilingan. Markaziy bankning P2P o'tkazmalar kelajakga doir pozitsiyasi qanday? Qanaqa rivojlanishi kerak? Rahmat. Rahmat. Endi Markaziy bank yillar davomida bu bo'yicha pozitsiyasini doim e'lon qilib keladi. Biz nima qilsak ham amaldagi qonunchilik doirasida aynan bu yo'nalishda shu bank siri to'g'risidagi qonun doirasida yechimni doim izlab yurishimiz kerak. Shuning uchun ikkinchisi bu o'zimiz tushunib olishimiz kerak, P2P o'tkazmalari bu odamlar uchun bir maishiy to'lovlar, ya'ni bir-biriga bir qulaylik yaratish uchun savdo bilan bog'liq bo'lmagan, ya'ni maishiy tranzaksiyalar uchun bir taklif qilingan bir instrument. Endi hammamiz bilamiz, shu soliq idoralari yoki boshqa idoralar tomonidan bu yerda ayrim qatlamdagi odamlar buni aslida biznes sifatida foydalanishi. Menimcha amaliyotda ham o'zinglar ham bir do'konga borganinglarda to'lov qilmoqchi bo'lsanglar, kartangga tashlab qo'yadigan amaliyotlar bo'ladi. Buni hamma biladi. Shuning uchun ham davlat tomonidan P2P o'tkazmalarni bir monitoringni qilish masalasi doimiy dolzarb masala bo'ladi. Endi bizning pozitsiyamiz o'sha aytganimdek, nima yechimga kelsak ham biz o'sha bank sirini qonunchiligini ta'minlangan, unga rioya qilgan holda saqlashimiz kerak. Va ikkinchidan bir qanaqadir xavotirlar to'g'risida gapirilyapti. To'g'risini aytsam, men qanaqadir xavotirlarga bir asos yo'q deb hisoblayman. Negaki shu soliq idoralari bo'ladimi, boshqa davlat idoralari tomonidan bir noqonuniy operatsiyalarni monitoring qilish, unga qarshi kurashish bu ularning tabiiy funksiyasi. Shuning uchun ham biron bir monitoring qaysi shaklda bo'lsa ham bu birinchi navbatda noqonuniy amaliyotlarni amalga oshiruvchi shaxslarni xavotirga solish kerak. Agar siz qonuniy amaliyot amalga oshirsangiz, sizga buni hech qanaqa ta'siri yo'q. Va uchinchidan bu noqonuniy amaliyotlarni monitoringi yillarki, 10 yillab, 20 yillab amaliyotda bor. Ya'ni shubhali operatsiyalar
tranzaksiyalar bo'yicha shu moliyaviy tashkilotlar, notariuslar, boshqalar bir qator idoralar shu pulli operatsiyalarni yo'l o'tkazadigan, rasmiylashtiradigan idoralar ma'lum bir shubhali demak kriteriyaga javob beruvchi ma'lumotlarni shundoq ham tegishli idoraga ma'lumotni beradi. Doimiy masala. Shu paytgacha menimcha siz ham sezganingiz yo'q, hech kim sezgani yo'q. U faqatgina haqiqatdan ham noqonuniy amaliyotni oshirgan odamlarga ta'sir qiladi va u to'g'ri deb hisoblayman. Shuning uchun biz bu yerda qanaqadir menimcha vahima qilishga asos yo'q. Biz doim yana bir marta qaytarib o'taman, bu bir tomondan davlat tomonidan noqonuniy amaliyotlarni aniqlash va unga nisbatan chora ko'rish to'g'ri narsa deb hisoblayman. Chunki noqonuniy amaliyotlarni amalga oshiruvchi deylik biron biznes subyekti demak boshqa qonuniy ishlayotgan biznes subyektga nisbatan o'ziga noqonuniy lekin ustunliroq vaziyat yaratmoqda. Shuning uchun davlat funksiyasi mening fikrimcha hammaga bir xil sharoit yaratishni ta'minlash. Bu endi bizning funksiyamiz emas. O'sha soliq idorasi bo'ladimi, xufiyona yashirin iqtisodiyotga qarshi kurash bo'yicha shu bosh prokuratura qoshidagi departament bularning funksiyasi. Biz bilan bo'lgan muloqotda doim bu muloqot bo'ladi, turli xil variantlar ko'riladi, lekin biz toki shu mexanizmni demak bank sirini qonunini barcha normalarini ga rioya qilgan holda bo'ladigan mexanizm bo'lmasa boshqalarga biz doim qarshi bo'lib kelganmiz. Bu pozitsiyani hamma biladi, bu idoralar ham. Va bizning fikrimizcha agar biz yanada demak tartib imzoni mukammallashtiradigan bo'lsak va menimcha ko'p sohalarda baribir tartib imzoni mukammallashtirib borish kerak. Men hozir P2P to'g'risiga ketmayapman. Umuman savdoda bo'ladimi, umuman barcha yo'nalishlarda bu yerda o'sha qonunchilik yo'lidan yurish kerak. Ya'ni bizda mana hozir deylik bu P2P o'tkazmalar demak bu maishiy o'tkazmalar uchun deydigan bo'lsak, demak kelaylik shu qonunchilikka uni balki ta'rifini kiritaylik. Ya'ni qonunchilik yo'lidan yurish kerak. Shu odamlar ham biznes ham aniq bilish kerak. Bu instrument nima uchun ishlatiladi va demak bu agar savdo uchun mumkin emas bo'lmaydigan bo'lsa, uni kriteriyalari qanaqa va unga nisbatan demak nima choralar ko'riladi. Shu yo'nalish bo'yicha menimcha yurishimiz kerak. Rahmat. Rahmat javoblar uchun. Biz yana Markaziy bank saytida ham narx tahlil o'z platformasi haqida batafsil ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin va Presspool orqali ham bu ma'lumotlarni qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa sizlarga yuborishga tayyormiz. Shuning bilan bugungi matbuot anjumaniga yakun yasaymiz va eslatib o'tamiz, Markaziy bank ommaviy axborot vositalari, blogerlar, jurnalistlar va umumiy jamoatchilik vakillari bilan ochiqlik, shaffoflik va ishonchlilik, xolislik tamoyillari asosida hamkorlik qilishga hamisha tayyorligini bildiradi. Tashakkur. Rahmat hammaga.